Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar, yaxshimisizlarmi? Mana bugun safarimning 76-kuni va men Grozniy shahriga yetib keldim. Mana Ahmad Sila. Albatta bu hali markaziy emas, lekin kiraverish. Yanım, nedense sönemiyorum. Bile bile yürüyorum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, yaxshimisizlarmi? Mana bugun safarimning 77-kuni va nihoyat men bir katta перевалni ochib o'tib, Grozniy shahriga ham yetib keldim. Taxminan 3 kilometr qoldi shaharga. Shu yerdan ko'rishlar mumkin, lekin tumanda uncha yaxshi ko'rinmaydi. Mana shu bunaqa etashkalar meni ko'zimga zo'rg'a ko'rinyapti-yu, atak kamerada. Ko'rish qiyin. Bu yerda esa перевалning ustida jala quyib yotibdi. Yomg'ir. Pastda yo'q. Mana shunaqa gaplar. Xudo xolasa 10-15 minutlik yo'limiz qoldi inshaalloh. Shahar markazigacha. Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar, yaxshimisizlarmi? Mana bugun safarimning 78-kuni. Men esa Grozniy shahridan chiqib ketyapman Gruziya tarafga qarab. Yo'lakay mana bunaqa manzaralarni ko'rib ketyapmiz. Xudo xolasa men hozir bu tarafga qarab ketaman. Bu yerda esa mana bir xil bir safda va bunaqa domlar bor ekan. Ko'chaning ikki tarafida bir xil bitta modeldagi domlar. Uzunligi ham anchaga ketib qolgan. Mana bu taraf. Mana shunaqa gaplar. Men esa hozir Gruziya bu tarafda ekan. Inshaalloh ertaga yo indinga Xudo xolasa Gruziyada bo'lamiz. Chegaraga